Jiyan, mana nihoyatda uylanyapsan. Mana betindagi narsalar yo'qolib ketadi. Hozir bozorga chiqib, to'yga bozorlik qilamiz. Uylanyapman deb hammaga aytib olmagin, tushundingmi? Xo'p. So'zlaringiz nech pul ekan? 10 ming so'm. Aka, 5-kuni uylanyapman. Bir falokat bola chiqding sanki. Oshishim bir To'y bo'lib yurishlaring nech pul ekan? 20 mingdan aka. Aka, 5-kuni uylanyapman. Qoyil lekin, qoyil. Turish qara bu, turish qara. Jiyan, bitta sen uylanyapsanmi? Hammaga aytavermaydi, uylanyapman deb. Tog'a, hammani o'ylayapsiz, odamlarni o'ylayapsiz, bozorlik qilyapsiz. Meni o'ylamayapsiz, tog'a. Nima qilishim kerak? Ayamdan sovuq chiqadi. Unga nima olish kerak, tog'a? Ha, jiyan, yomonsan, yur ketdik. Akras 5-oktyabrgacha aksiya bo'lyapti. Kakras bilan 5-oktyabr kuni uylanyapman. Gilamlarimiz 790 ming so'mdan. Jiyan bo'laveradimi? Zo'r, tog'a. 3 ga 5 gilamlarimiz 820 ming so'mdan. Jiyan, tog'a. turun dindan video otasan. 3 ga 5 yarim 900 ming so'm. Jiyan, bunisi qalay ekan? Zo'r, tog'a, zo'r. Bir-biridan zo'r ekan. 3 yarim ga 5 yarim gilamlarimiz 1 million 50 ming so'm. Turun dindan bebarosat. Et yuylab qo'yyapman-da buni. Aksiyaga kelinglar, kutib olamiz. Adresimizga keladigan bo'lsa, Tillovozon ro'parasidan Bayram kafening yonidan kirganlaringda chap qo'ldagi 1-ilon magazin. Shunga kelib, shunga 5-oktyabrgacha ba'zan haqida olib ketaverasizlar.